Assalomu alaykum do'stlar. Mana xudo xolasa lolalarimizni tashuvdi. O'tgan safar kommentariyalarda raso yozishdi, telefon qilishdi. Lola qizg'aldoq qayta ochildi, qayta ochiladi dedi. Xudo xolasa Farg'ona viloyati Quva tumanida lola qizg'aldoqlarimiz ochildi mana. Kelib dam olib ketishlarini tavsiya beramiz. Katta ob'yomda ko'rsatib qo'ying, qanaqa bo'lib ochilgani, qip-qizil bo'lib, qizarib, zo'r bo'lib ochilgan. Tabiatga xudo xolasa ko'rib turib, obuna bo'lib, laykni qizartirib qo'yamiz. Lola qizg'aldoqqa o'xshab. Kelib, dam olib, maza qilib ketishlarini tavsiya beramiz, lekin bu yerga kelgandan keyin, dam olgandan keyin musullarni tashlab ketmasliklariga shunga ahamiyat beramiz. Tabiatni asrashimiz kerak hammamiz. Tabiat qonuni bizga qonun. Shuni go'zallikni kelib bir bahramand bo'lishlarini tavsiya beramiz. Mana bu tomonlarni ham ko'rib qo'yinglar mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlarga faqat zo'ridan zo'rini mana tavsiya qilamiz mana. Juda katta joyda bor, prirodamiz juda ham katta. Dam olib ketgan. Kirkidonni ham ko'rsatib qo'yamiz.